Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz rentgenologik tekshiruv usulini ko'rib chiqamiz. Bizda quyidagi reja mavjud. Rentgenologiya bu tibbiyotda radiologiyaning bitta bo'limi bo'lib, u rentgen nurlari yordamida inson tanasining ichki tuzilishini, undagi norma va o'zgarishlarini o'rganadigan usul hisoblanadi. Rentgenologiyaning rivojlanishi bevosita rentgen nurlarining topilishi bilan bog'liq. Rentgen nurlari 1895-yilda William Conrad rentgen tomonidan topilgan. O'zining tajribalari davomida ayolining qo'lini tasvirga olib, ilmiy jamiyatga taqdim qilgan. Shundan so'ng rentgen nurlari keng qo'llanila boshlangan. Rentgen nurlari avval boshida rentgen nurlari deb atalmagan, noma'lum nurlar deb atalgan, X-ray deb. Rentgen nurlari diapazon jihatdan insonning ko'ziga ko'rinmaydigan sohada joylashgan. Mana insonning ko'ziga ko'rinadigan soha bu bo'lsa, rentgen nurlari ancha uzoqda joylashgan, shu sababli inson uni ko'rmaydi. Avval boshda rentgen nurlari tibbiyotda va rasmga olishda ishlatilgan bo'lsa, undan keyin juda ham ko'p sohalarga kirib bordi. Hozirda koinotni o'rganishda rentgen nurlaridan foydalaniladi. Masalan, koinotda bo'layotgan jarayonlardan hosil bo'lgan rentgen nurlarini aniqlab, yodagi holatga baho beriladi. Bundan tashqari texnikada ishlatiladi. Ya'ni jihozlarni nosozligini ularning ichini ochmasdan turib aniqlash imkoniyatini beradi. Undan tashqari har xil tekshiruv punktlarida rentgen nurlaridan foydalaniladi. Biz yuklarning ichidagi xavfli narsalarni ham rentgen orqali aniqlaydi. Undan tashqari san'at sohasida ham rentgen nurlaridan foydalaniladi. Rentgen tasvir hosil qilib, ma'lum bir joylari bo'yaladi va o'z navbatida bunaqa chiroyli tasvirlar hosil bo'ladi. Hayvonlarning ichki tuzilishini o'rganishda ham rentgen nurlaridan foydalaniladi va albatta tibbiyotda rentgen nurlaridan foydalanadi. Rentgenologiya va kompyuter tomografiya yo'nalishida rentgen nurlaridan faol foydalaniladi. Endi rentgen nurlari qanaqa hosil bo'ladi yoki rentgenologik tekshiruv usuli qanaqa ishlaydi? Biz yoshligimizda chiroq o'chib qolgan mahalla devorga qo'limizni tushirib soya qilganimizda xuddi rentgenni ishini qilgandek bo'lamiz. Ya'ni chiroq o'chganda shag'am yorug'ida qo'limizdan soya devorda hosil bo'lardi. Shu narsa rentgenologiya metodi ishlaydi. Ya'ni faqat bu yerda chiroqni o'rniga yoki shag'amni o'rniga rentgen naycha bo'lib beradi. Bu yerda rentgen nurlari qo'l orqali o'tib detektorda hosil bo'ladi. Ya'ni buni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, rentgen nurlari qo'l orqali o'tib orqadagi plyonka yoki detektorda akslanadi. Shu rentgen metodini asosi hisoblanadi. Endi mana bunaqa chiroyli rentgen tasviri hosil bo'ladi. Rentgen nurlari suyakda ko'proq ushlanib qolinadi, yumshoq to'qimada kamroq, atrofdagi havoda ushlanib qolmaydi. Natijada bizda bunaqa oq-qora rangli tasvir hosil bo'ladi. Rentgen qurilmasining asosiy elementlari rentgen naycha va rentgen detektor. Qo'shimcha elementlariga boshqaruv pulti, detektor uchun stol, ekran, monitor, har xil digitaziya, printer, kompyuterlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy qurilmalar hamma apparatlarda standart bo'ladi. Bu yerda mana bu rentgen naycha, rentgen manbai, bu rentgen detektor, rentgenni tasvirini o'zida akslantiradigan jihozi va qo'shimcha elementlar bo'lgan kompyuter. Endi boshidagi apparatlarda ikkita element asosiy bo'lgan rentgen naycha va rentgen detektor. Rivojlanib borgan sari kompyuter ekrani va kompyuter ham asosiy elementlarga kirib bordi. Rentgen naycha haqida gaplashsak, rentgen naycha o'zidan rentgenni ishlab chiqaradigan manba hisoblanadi. Naycha deyilishiga sabab boshida shunaqa shishali ko'rinishda bo'lgan, hozirda bunaqa turbuchi ko'rinishda. Lekin buni ichi barcha apparatlarda standart shu holatda qolgan. Bu yerda asosiy elementlari katod va anod bo'ladi. Ya'ni manfiy zaryadlangan va musbat zaryadlangan elementlar o'z navbatida shishaning ichida joylashtirilgan bo'ladi. Shishaning ichidagi havo so'rib tashlanadi, ya'ni vakuum holatida bo'ladi. Har bittasini alohida ko'rib chiqamiz. Katod xuddi lampochkaga o'xshaydi. Ya'ni katodning ichida lampochkaga o'xshagan spiral bo'ladi. Elektr toki ta'sir qilganda bu spiral qiziydi va o'zidan yorug'li, ya'ni elektronlarni ishlab chiqaradi. Ko'zimiz ko'rinadigan yorug'likni o'rniga u yerda rentgen hosil bo'ladi. Rentgen nurlar hosil bo'ladi. Mana misol uchun mana bunaqa rasmga qarasak bo'ladi. Buni ichida xuddi shunaqa spiral bo'ladi va bu qizigandan keyin buni ichidan elektronlar katoddan anodga tomon harakat qiladi. Kuchlanish haqida gaplashsak, ma'lum bir kuchlanishda bo'ladi. Masalan, bizning lampochkalarimizda 220 volt bo'ladigan bo'lsa, buni ichida undan ancha ko'p bo'ladi. 100 kilovolt bo'ladi. Bu tasavvur qilishingiz uchun taxminan 450 ta 500 ta lampochkani kuchi degani. Endi bu yerda katodda qizigan spiralimizdan hosil bo'lgan elektron buluti anodga borib urilib,
anoddan boshqa yoqqa tarqaladi. Kelib urilganda tormozlanadi. Shuning uchun ham rentgenologik nurlar tormozlanuvchi nurlar deb ham ataladi. Hosil bo'lgan rentgen nurlari tashqariga qayrilib ketish uchun anodda qiyalik mavjud bo'ladi. Qo'shimcha sifatida aytish mumkin, rentgen nurlari hosil bo'lgan energiyani 1% ni tashkil qiladi. Ya'ni kelib turib urilganda 99% energiya bu issiqlik bo'lib tarqaladi va 1% rentgen nurlar bo'lib tashqariga chiqib ketadi. Endi yana bitta aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan joyi, spiral bitta bo'lmaydi, spiral ikkita bo'ladi. Katod ichida bu rentgen trubkani umrini uzaytirish uchun, ya'ni kichkina obyektlarga kichkina spiral ishlatiladi, katta obyektlarga katta spiral ishlatiladi. Anodga kelayotgan elektronlar bu joyiga qizdirib yubormaslik uchun anod har doim aylanib turadi va bu issiqlik anodda aylanib turgani sababli hamma yoqqa bir xil taqsimlanishiga yordam beradi. Endi bu uchun bizada katod va anoddan tashqari demak qo'shimcha elementlar ham mavjud. Anod aylanib turish uchun bizga motor kerak bo'ladi. Shisha ustidagi g'ilofi mavjud bo'ladi, ichida vakuum ushlab turish uchun. Undan tashqari juda ham katta issiqlik hosil bo'lganligi sababli sovutib turuvchi sistemasi mavjud bo'ladi va usti bunaqa qobiq bilan o'ralgan bo'ladi. Qobiq bilan o'ralashdan maqsad rentgen nurlari tarqalayotganda qobiqdan bitta teshik hosil qilib, bitta yo'nalishda chiqarish. Ya'ni qobiq bilan rentgen trubka hamma yoqqa o'ralgan va bitta teshik qoldiriladi. Bu teshikdan rentgen nurlar bitta yo'nalishda chiqadi va rentgen tasviri hosil bo'lishda qatnashadi. Hop, rentgen naycha hamma elementlarni tarkibiy qismi bo'ladi. Agar bu bitta joyga o'rnatilgan statsionar rentgen qurilmasi bo'lsa ham rentgen naychasi mavjud bo'ladi. Rentgen trubka ham deb ataladi. Yoki mobil rentgen qurilma bo'lsa ham, ya'ni yuradigan, boshqa yo'llarga olib o'tiriladigan rentgen qurilma bo'lsa ham, bu yerda rentgen naycha mavjud bo'ladi. Endi rentgen detektor haqida gaplashsak, rentgen detektor rentgen nurlari hosil bo'lgandan keyin insonning tanasidan yoki tana qismidan o'tgandan keyin tushadigan joy, ya'ni akslanadigan sezuvchi qism hisoblanadi. Bu bemorni orqa tomoniga qo'yiladi. Ya'ni rentgen naycha va bemordan keyin qo'yiladi. Rentgen detektor bunaqa ko'rinishda bo'ladi. U maxsus to'siq orqasiga qo'yiladi yoki insonning tanasini orqasiga tegib turgan holatda ham qo'yish mumkin. Endi rentgen detektori turlarini rivojlanib borish tartibida ko'rib chiqsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 3 ta rivojlanish etapi mavjud. Bu AR, CR va DR detektor hisoblanadi. Xo'p, birinchisi AR, ya'ni analog radiografiya. Bunda kumush birikmalari bor bo'lgan plyonka ishlatiladi. Bunaqa kasetalarning ichiga tayyor plonkalar solinadi bunaqa holatda va bu plonkalar rentgen nuri ta'sirida tasvir hosil bo'lishda qatnashadi. Plonkalar maxsus qutilarda bo'ladi. Bu qutilarning ichi hamma tomondan yopilgan bo'ladi. Quyosh nurlari yoki boshqa nurlar tushmasligini ta'minlab beradi. Agar bunga quyosh nurlari tushadigan bo'lsa, plonka nosoz holatga keladi, uni boshqa ishlatib bo'lmaydi. Plonkaning tuzilishi haqida gaplashadigan bo'lsak, plonkaning tuzilishini oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, kumush bromid va kumush yodid birikmalaridan iborat. Bu plonkani ichidagi birikmalar rentgen nurlari ta'sirida o'zini holatini o'zgartiradi va natijada tasvir hosil bo'ladi. Bu uzun proses. Ya'ni birinchi rentgen nurlar bemor tanasidan o'tib turib, detektorda akslanadi. Detektor bizada hozir kasetaning ichiga joylashtirilgan plonka. Plonkadagi tasvir avval boshda ko'rinmas holatda bo'ladi. Bu developer yoki proyavka degan suyuqlikning ichiga solib turib, buni ichidagi ko'rinmaydigan tasvir ko'rinadigan holatga keltiriladi. Undan keyin fiksaj degan suyuqlikka solib turib, fikserga bu tasvir qotirib olinadi, undan keyin yuvib tashlanadi, undan keyin quritiladi. Buni oddiyroq tushunadigan bo'lsak, fotoapparatga o'xshatsa bo'ladi. Oldin esingizda bo'lsa, plyonkali fotoapparatlar bo'lardi. Plyonkali fotoapparatlarning ichida plyonkasi quyosh nuriga sezuvchan bo'lardi. Ya'ni buni yorug' joyda olmasdik, qorong'i xonada olib ko'rardik. Uni ichida tasvir hosil bo'lgandan keyin uni olib quyosh tushmaydigan xonaga olib kirib, bunaqa proyavka qilinardi va oddiy tasvirlar hosil bo'lardi. Endi xuddi shu narsa rentgenda qilinadi. Avval boshda rentgen tasviri olinadi. Bemor orqasiga qo'yib qo'yilgan kaseta rentgen tasvirida inson ko'ziga ko'rinmaydigan holatga kelib oladi. Undan keyin buni qorong'i xonaga olib kirib ochib, uni proyavkaga solib, yuvib tashlab, fiksajga solib, tasvirni hosil qildirib, keyin tasviri qotirilib, yuvib tashlab, keyin qurituvchi shkafga solib qo'yiladi. Issiq shamol ta'sirida quritiladi, keyin bunaqa plyonka hosil bo'ladi. Bu plyonkani shifokorlar oldiga olib borganda, shifokor uni endi negatoskopda ko'radi. Negatoskop bu oddiyroq aytadigan bo'lsa, yorug' to'rtburchak chiroq
mana shunaqa tokka tiqilganda yorishib turadi va unga plyonka qo'yib qo'yiladi va shu plyonkadagi tasvirga baho beriladi. Endi AR sistemasi o'z navbatida kamchiliklarga ega, ya'ni bitta bemorni tasvirga olish uchun o'rtacha 15 minutdan yarim soatgacha vaqt ketadi. Ya'ni tasvir hosil bo'lish uchun bemorga borib tasvirni olib, plyonkani olib kelib, uni preyavka qilib, quritib va shifokorga olib kelib berguncha ma'lum bir vaqt o'tadi. Bu yerda kamchiliklari, agar noto'g'ri preyavka qilib qo'ysa yoki bemor qimirlab ketgan bo'lsa yoki dozalar noto'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, qaytadan olib kelish uchun juda ko'p vaqt ketadi. Undan tashqari bu plyonkani ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi inson va saqlab qo'yish o'z navbatida joy oladi. Bu plyonkalar yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilib saqlanmasa, tez yonish xususiyatiga ega, shu sababli shunaqa kamchiliklari ham mavjud. Undan tashqari buni plyonkadagi tasvir hosil bo'lish uchun keyingi o'rganadigan hozirgi detektorlarimizdan ko'proq doza berish kerak, ya'ni bemor o'z navbatida ozgina ko'proq nurlanadi. Men bu sistemani diskga o'xshataman. Esingizda bo'lsa, oldin disklar bo'lardi. CGR, CGRV degan disklar bo'lardi. Shu CGR diskimizda bir marta ichiga yozilardi. Shu bilan bu disk o'z funksiyasini to'xtatardi. Ya'ni bu diskka olib turib ko'rsa bo'lardi, lekin ichiga boshqa qo'shimcha ma'lumot yoza olmasdinglar. Bundan faqat ko'chirardinglar, buni ichini tozalab ham tashlay olmasdinglar. Ya'ni plyonkam ham xuddi shunaqa bir marta snimka qilinadi, tasvir olinadi. Bilan bu plyonka o'z ishini tugatadi. Undan faqat ko'rib, boshqalarga ko'rsatib ishlatsa bo'ladi. Uni qayta ishlatib bo'lmaydi. Endi rivojlanish natijasida bu sistema yanada rivojlandi va CR sistemaga keldi. Bu kompyuter radiografiya, ya'ni tasvir endi plyonkada emas, kompyuter ekranida ko'rinadigan bo'ldi. Bunda bizda fosfor plastinali kasetalar ishlatila boshlandi. Bunaqa kasetalar xuddi plyonkani kasetasiga o'xshagan kaseta, lekin bu kompyuter ekranida chiqadi. Kompyuter ekranida chiqish uchun bizda o'rtada qurilma mavjud. Bu qurilma raqamlashtirgich deb ataladi. Ya'ni plyonkani raqamli qilib turib ekranga o'tkazadi. Ya'ni raqamli deganda kompyuter ekranidagi tasvirga o'tkaziladi. Bu raqamlashtirgich boshqacha nomi digitizer deyiladi. Plastinalarimiz, fosforli plastinalarimiz, kasetalarimiz bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shakli har xil bo'ladi. Bemor orqasiga qo'yib, snimka hosil qilib, digitizerga tiqsa, digitizer uni o'qib, kompyuter ekranida chiqazib beradi va bu plastinani ichini tozalab tashlaydi. Ya'ni bu qaytadan ishlatishga tayyor bo'ladi. Bu juda ko'p marta qaytadan ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunaqa kompyuterda tasvir hosil bo'ladi. Yaxshi tomoni yana CR analogiyada kompyuterni ichidan bemorning hosil bo'lgan tasvirini oq qorasini o'zgartirsanglar bo'ladi, uni to'g'riroq, ochroq qilsanglar bo'ladi, o'lchamlarni qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari uni diskka saqlab qo'ysanglar yoki kimgadir jo'natsanglar bo'ladi. Juda ham qulay metod hisoblanadi. Bu yerda yana bitta yaxshi tomoni, bemorni orqasiga qo'yib digitizerga buni raqamlashtirgungacha ketgan vaqt ham juda ham qisqa vaqt hisoblanadi. Mendan 1-2 daqiqa ketadi. Endi mana ko'rib turganingizdek bemor tasviri olinadi, digitizerda raqamlashtiriladi va kompyuter ekranida chiqadi. Kompyuter ekrandan shifokor xohlasa o'lchab shu joy o'zida qoldiradi, yoki qayergadir jo'natadi yoki plyonka orqali uni chat qilib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek bu digitizer TR30X deb yozib qo'ygan kompyuter radiografiya va bu printerda plyonkalar maxsus plyonkaga chiqaziladi va bu plyonkaga xohlagancha oq qorasini o'zgartirishinglar yoki juda ko'p rasmlarni qo'shib turib qilsanglar ham bo'ladi. Ya'ni o'z navbatida juda ham qulayliklarga ega. Endi bu sistemani men fleshkaga o'xshataman, ya'ni fleshkani kompyuterga tiqqaningizdan keyin ichini tozalab, yana qaytadan ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasizlar va bu juda ham yaxshi metod hisoblanadi. Bu metodimiz yanada rivojlanib, DR sistemaga keldik. Detektorlarnikini bunda detektor to'g'ridan to'g'ri kompyuter ekraniga tasvirni o'tkazadi. Bu detektorimiz statsionar qurilmalarga ham, mobil qurilmalarga ham qo'yiladi. Men buni Wi-Fi ga o'xshataman ko'proq. O'zim mom olganda uning ichida ham Wi-Fi bo'ladi. Ya'ni bitta olingan tasvir mana bunaqa kasetamizning ichidan to'g'ridan-to'g'ri kompyuter ichiga o'tadi. Bu detektorimiz o'zi preyavka qiladi, ya'ni o'zi raqamlashtiradi. Bu statsionar qurilmalarning orqasiga ham qo'yilishi mumkin. Xuddi shunaqa kompyuter ekranlari mavjud bo'ladi. Tasvir olish uchun bitta knopkani bosish o'zi kifoya qiladi. Bitta knopkani bosib turib, 1-2 davomida shu tasvir hosil bo'ladi, ya'ni vaqt yanada qisqaradi va tasvirni hosil bo'lishida dozani miqdori AR dan ham DR dan ham kamroq beriladi. Ya'ni doza miqdori bo'yicha birinchi navbatda kattaroq doza AR da, undan kichikroq CR da va undan kichkina doza DR da beriladi. Va buni qayta olish uchun ko'p vaqt ketmaydi. Undan tashqari sifat jihatdan ham yaxshiroq bo'ladi. Kompyuterdagi tasvir shifokor kompyuterga o'tkazib beriladi. Shifokor o'zi xohlasa uni saqlab qo'yadi, xohlasa ishlov beradi, xohlasa plyonka sifatida chiqazadi va ko'rishi
ham mumkin, kompyuter o'zida qo'yib o'lchashi ham mumkin. Bu sistema mobil apparatlarga ham qo'yilgan. Mana ko'rib turganinglardagi orqasidagi bunaqa detektori to'g'ridan to'g'ri kompyuter ekranida chiqazib beradi. Rentgen snimka qilgan mahal to'g'ridan to'g'ri kompyuter ekranida o'sha tasvir hosil bo'ladi. Bu juda ham qulay metod hisoblanadi. Bemorni yonida tasvirni hosil qilib bo'layotgan jarayonlarni ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari ko'rayotgan sistemamizda ekranni video qilib olish imkoniyati ega. Shu sababli bu juda ham qulay sistema hisoblanadi. Bitta kamchiligi bor. Agarda sim orqali ulanmagan bo'lsa, detektorimiz asosiy jihoziga bu bunaqa batareyka orqali ulangan bo'ladi. Ya'ni o'sha detektorimizning orqasida batareykasi bo'ladi. Batareykasini zaryadi tugab qolmasligiga e'tibor berib turishimiz kerak. Agar buni kamchilik deb oladigan bo'lsak, shu kamchiligi bor. Boshqa kamchiliklari yo'q. Juda ham yaxshi sistema hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, rentgen tasviri hosil bo'ladi. Manba detektori ichida va kompyuterga to'g'ridan to'g'ri uzatiladi. Vaqtni ekonom qilishga juda yordam beradi. Xo'p, undan tashqari bizda qo'shimcha jihozlarimiz mavjud. Bu o'sha qurilmamizni boshqaradigan pultimiz, boshqaruv stolimiz mavjud bo'ladi. Bunda bemorni o'ngga, chapga, tepaga, pastga surish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Undan tashqari ekran monitorlar mavjud bo'ladi. Bu monitorlar shifokorga yordamchi bo'ladi. Agar ichkarida xirurg shifokor bo'lsa, ma'lum bir amaliyotni bajarayotgan bo'lsa, masalan, funksiya qilayotgan bo'lsa, ichkarida shifokor o'zi qilayotgan ishlarni ko'rib turishga ham yordam beradi. Mana masalan, bunaqa stol bo'ladi bo'lsa, bu stol boshqaruv pulti yordamida qimirlatirib, bemorni o'ngga chapga surish, yotqizish, turg'izish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Xo'p, endi rentgen apparatlar juda ham har xil. Bu STI shaklidagi yuk ruschasiga duga deyiladi. Shunaqa apparatimiz mavjud. Jarrohlik operatsiyalari vaqtida ishlatiladi. Rentgenskopiya davomida ko'rib turib, kasalni tasvirni video holatda ko'rib turib, real vaqt davomida qilinayotgan amaliyotlarni ko'rsa bo'ladi. Yoki mana koronografiyada tekshiruvda ham rentgen apparati ishlatiladi. Mammografiya tekshiruv usulida ham rentgen qurilmasi rentgen asosida ishlaydi. Stomatologik o'zgarishlarni ko'rishda, ya'ni yuz jarroh sohasini ko'rishda juda rentgen yoki panorama rentgen qurilmasida ham rentgen tekshiruv metodi ishlaydi. Stomatologik tekshiruvlarda ham rentgen qurilmalari ishlatiladi. Har qanaqa qurilma bo'lsa ham rentgen tekshiruv metodi ishlatilayotgan bo'lsa, rentgen nurlari bilan ishlayotgan bo'lsa, bunda rentgen naychi detektor mavjud bo'ladi. Ya'ni rentgen naychi va detektordan iborat bo'ladi. Qo'shimcha kompyuterga ulangan bo'lishi mumkin va asosiy shu qismlardan iborat bo'ladi. Har qanaqa qurilma bo'lishidan qat'iy nazar, ular 3 ta sistemada ishlaydi. AR, CR yoki DR sistemada ishlaydi. Birinchi qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.